Лучший косметолог за вклад в популяризацию косметологии. Yakubova Nodira. Ilohim har doim olg'a qadamlar tashlaylik. Inna Estetik kompaniyasini, Carrigan kompaniyasini, Ebi Cosmetic'ni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. 10 yil davomida u kompaniya biz kosmetologlarni rivojlanishimizga juda ham katta hissasini qo'shdi. Ya'ni eng kuchli preparatlar bilan, eng kuchli, eng samarali preparatlar bilan bizni mijozlarimizni natijalarini ko'rib, albatta juda ham xursandmiz va sizga Gulnar Jahangirovna juda ham kattakon rahmat. Yana bir bor barchangizga katta rahmat. Rivojlanishda davom etaylik, to'xtab qolmaylik. Hammaga omad tilayman. Biz buni 10 yil kutdik. 10 yil shu sohada faoliyat yuritib kelyapman. To'g'risi, har doim o'ylardim. Bu sohada aynan bizning O'zbekistonimizdagi mutaxassislarimiz, vrach, kosmetologlarimiz, dermatolog, xirurglarimiz unvonlarga ega bo'lishi kerak. Ya'ni o'zimizning O'zbekistonda yuqori unvonlar berilishi kerak deb hisoblardim har doim. Maqsadlar albatta juda ham ko'p. Yana ham rivojlanish, dunyo miqyosida eng yaxshi kosmetolog, eng yaxshi vrach kosmetolog bo'lish dunyo miqyosida, chunki dunyo bilishi kerak. Aynan O'zbekistondagi vrachlar, kosmetologlar, estetik kosmetologiya kabi dunyoda rivojlanish unaqa kuchli emas. Bizning O'zbekistonda bu sohaga juda ham katta e'tibor berilgan. Bundan juda ham xursandman va aynan biz kosmetologlar, dermatologlar, xirurglar, vrachlar bu sohani yana ham rivojlantirishga albatta o'z hissamizni qo'shamiz va rivojlanib eng zo'r dunyo tan oladigan vrachlar qatorida turamiz albatta, xudo xohlasa.